Abdulg'ay darvozalari xudo xohlasa ishdamiz. Shu bolalarga qarasam, yoshligimda bir o'zim ishlab yurganimda hammasini o'zim qilardim. Suvarka, kraska hammasini o'zim qilardim. Hozir mana bunaqa kichkina mayda shogirtlarni olib mana ishni tugatib, shupur yuribdi tagini. Bunisi bu yoqda shupuryapti. Bu yoqda yana bitta shupuryapti. Bu yoqdagi shogirdlar esa bittasi ketishga harakat yig'ishtirib yuribdi. Soat millarimiz 18:47 bo'ldi. Seximizda hech kim qolmadi, amal polni hamma yoqda. Xudo xohlasa shupur tozalab bir qator qarashib biz ham ketamiz. Sovuqda ishlash oson emas, temir changalash oson emas. Kuzatib turganlaring uchun, layklarni bosib turganlaring uchun kattagina rahmat sizlarga. Alohida xudo xohlasa qishga inshaalloh bir oy, bir yarim oy ichida aksiyalarimizni boshlaymiz. Inshaalloh kuzatib tursani. Ko'rasizlar, mana sekin o'sha bolalar ketishga harakat. Yarimlari bet qo'l yugurib ketishdi, yarimlari taglarni tozalab yurishibdi. Kuzatishda davom etasizlar, charchamang.